Har kuni 3 atirgul tikoni. 5 kunlik dunyo seriali tomoshabinlarning qalbiga yanada chuqurroq kirib bormoqda. 5-qism 2025 yil 7 noyabr kuni soat 19:05 da Milliy TV kanalida efirga uzatiladi va u tom ma'noda hissiy kashfiyot bo'lishi kutilmoqda. Ushbu bo'lim insoniy tuygularning nozikligi, kechirim kuchi va bir ogiz sozning taqdirini qanday o'zgartirishi haqida hikoya qiladi. Birinchi daqiqalardanoq serial tomoshabinni samimiylik muhitiga olib kiradi. Unda har bir qahramon o'z o'g'rigi va umidi bilan yashayotgandek tuyuladi. Aktyorlarning ijrosi juda ta'sirli, ularning nigohlarida chin dildan hislar mujassam. Operatorlik ishlari va musiqa serialga o'ziga xos nafislik beradi. Voqelik bilan qahramonlarning ichki olami orasida nozik chiziqni chizadi. 5 kunlik dunyo bizga hayotning qisqaligini, ammo shu 5 kunda ham mehr va rahm-shafqat bilan yurakni yoritsa, nur topish mumkinligini eslatadi. Yangi qism bu shunchaki davom emas, balki insoniy qadriyatlar haqida chuqur o'yga soluvchi hikoya. Bugungi kunda bu serial o'zbek televideniyesi sahnasidagi eng samimiy va ruhiy asarlardan biri.